أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجنائز. الجنائز جنازة يعني جنازة كبتك جنازة يعني جنازة yani aştavutqa silingan meyit demek. Cenazesek Uygurçadıma oxşaş, hemen bilimiz. Elbette insanın iki haleti var. Hayatlık haleti, mamatlık haleti. İslam şeriatı insan hayatını retkisilip, tertiplep, kanununu bikitip, ibadet, ahlak ve muamelelerin hem yol koyup, tüzüm belgilep bergenden sert, mamatlıkı münasebetlik ahkamlarını bikitip, insanı hayat vaxtida qanday izzetligan, qadrligan bo'lsa, vafot topgandan keyin bu shunda izzetlab, qadrlab, hurmatini qilgan va huquqini qo'ygan. Yani o'lim har bir insonning oldida bor bo'lgan, beshiga cho'qim keladigan bir haqiqat. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu man 'alayha fan. Fa idza jaa'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. İnneke meyyitun ve innahum meyyitun. Eğer bir insan ölümden kurtulduğun bolsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasf oldu. Şair Ka'b ibn Zuhayr aş kasidesinde kullu ibn unsa ve in talat selamatuhu yevmen ala alatin habba'a mahmulu. Zat çokum bir güne cenazede kötürelmeyi qanmaydı. İnsanlı bulduken çokum beşiğe şu gün külüdü diyen. Padişah olsun, ernoçlu olsun, ya ki bayla olsun, kembagallı olsun, her kandığı bunu tetimaya koymayın. Ölüm Allah Teala'nın işi bu. Hayat veriş mi Allah Teala'nın işi? Öldürüş mü Allah Teala'nın işi? El-muhyi vel-mumit. Ve ennehu huve emate ve ahya. Yani biz Allah Teala'dan devamlık ahirki işlerimizden, dünyadan kelgan çağdaki hayatımızı yaxshi ahirlashtirib turishini tilab, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va sahoba kiramlar duo qilgandek, Allohumma xtim lana bil baqiyatis solihati a'malana. Ej'al khayra ayyamina yawma nalqak vej'al khayra a'malina khawatimaha deb duo qildik. Davomli duo qilib turish lazım. Çünkü el-ibratu bil khawatim, yani innamal a'malu bil khawatim. El-qulub bayna isba'in min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha. Yani şu ölüm bu bir basqıç. Dinsizler belki şu öleşilerlama üstügeydi deyişi mümkün. Lekin İslam akidemizde bu ölüm bir basqıç. Ondayken el-hayatul barzakhiye, ondayken cennet yaki dozaqdan ibaret aşında yaşayışlı var. Ama şu ölüm bo'lgandan keyin nurg'un ahkamlar kelib chiqargan gap. Öldü deganki miras ishi, dafn qilish ishi, ayoli tululaba nikah ishi mesela. Nurg'un ishni bitirib bo'lgan gap. Shuna bu o'lgandan keyingi ishlarini ratkisalab va insonni qadrlab, huquqini qo'llab, nurg'un ahkamlarni bekitish orqali islom shariati hozir biz ko'rayotgan, har Madina da'vosi qilayotgan nurg'un qonun tuzumlar va nimadan burun shunda hatta hozirgi shunda Madina da'vosi qilgan qonun tuzumlarni yanla ilg'oralab turadi. So'nggi oddiysi shariatda ash jasadga qilingan tajovuz ash kishi hayot vaqtida shu kishining huquqiga qilingan tajovuz o'xshash deb. Mesela hadisda kasr azmil mayyiti ka kasrihi hayya. Meyit halatda birisini tutun parçalab ya jassilab ısıp qilsa hayat vaqtida birleşkenler o'xshash. Ashunda haq hurmati var. Birisini qabr salib qo'ysa bakar ko'lablan qilib olmaydi. Unisiga mesela qabrning ustida o'ttasi bo'lmaydi, taraf qilsa bo'lmaydi, dassan bo'lmaydi deydigan nurg'un ahkamlarni bekitgan. Bu islom shariatininki go'zalligi. Ana shu o'limni shariat ulamolari bir xil ta'riflagan. Çünkü ölüm kişi vücutga chiqdi deganlik, uningki miras ishlari, nurg'un ishlar uyan bo'lgan bo'lishqa, qachonda o'ldi deymiz degan masalada şeriat ulemalari, mesela İmam Nevevi el-mevt mufaraqatur ruh el-jasad
ruhning jasaddan ayrilishidan iborat deb bunda ta'riflagan. O'limni bunda ta'riflagan boshqa bir olim yo'q. Mayli boshqa dindigilar bo'lsin, mayli musulmonlar uchun bo'lsin, mufaraqat ruh al-jasad. Mufaraqat ruh qanday alomat bilan mufaraqat ruhda jan chiqdi deymizsa, nafas to'xtashi, yurak so'qishining to'xtashi, ko'zning nuri qadilib ketib qolishi masalan. Badanning yangiqning sangilab yoki badanning o'zdab endi alomat bilan bekitdi sanshalik. Endi hozir doktorlar ishida kliniklik ulash, mingni o'lishi, har xil o'limi bor. Buni yurak so'qib turishi mumkin. Nafasini o'shidan ketgan odamda bunda yotadigan, lekin ming ishlaydigan, o'laymi kelsa, hayot bor, badan shirib ketmaydigan, shu nafaslanib, yurak so'qib turayotgan, lekin kalla faqat ishlaydigan, hech qanday madrasalar qilmaydigan bunday ahvol. Onun için doktorlar, tibbiy sağlıklar bunu şu öldü de qarab, sonra bunun böğrükini alsak, gözünü alıp başlarını sarsak, bunda kızık buldu diyelim var. Yana mesela mevt cez'at dimağ, mına öleşişine seyre var. Hem bu doktorlardan bilishi mümkün. Lekin şer'i nimeden elip etsak, hazırki zamanda mı mesela burunki Şeyh Lazar Cadil Haq rahmetullahi aleyh, yani şeriat ölçümede ölgen bo'lsa andın öldü deyimiz birisine. Şu çağda depne kılımız, yakimde azasının işletişleri, şunu qarashlayat. Bu doktorlu bilen şeriat ölümalı oturda xili bir to'qinishlar bo'lgan. Mecmual Fıkh İslami mi? Ama şer'i ölüm alametleri ko'rilgandan keyin andın öldü deymiz. O Mısır'da mı ko'zni elip sağsa ko'z ko'rdigan amadim. Şu o'chira tutturam. Bir adam o'lib ketib qolsa, ya vasiyat qilgan bo'lsa, endi tutishib kelsa, o'lgandan keyin uning ko'zining nurasini ilib, ma'no sasa ko'rdi. Ama bu yaxshi ish, ya'ni desimi, qanday bo'lmasa, shu ish qachon bo'ladi? Bir insonning unda a'zosini ilib, ya böğrükini ilib, silish, yuragini ilib, silishi, bu adam o'ldi degan chaq. O'ldi deb bo'lgandan keyin unga ruxsat qilish, qilmaslik u kelib chiqadi. Navbatda shu o'ldi deyish uchun cho'qim shar'iy alomatlar bo'lish kerak. Albatta hamda bizningki hammamizning o'limni eslab turishimiz va shuni tayyorlik qilishimiz davomli talab qilingan bir ish. Ya'ni tavba qilish orqali, boshqalarga tajovuz qilgan bo'lsak, rozi qilish orqali, haqqini qaytarib berish orqali, bularmi kasal bo'lgan chaqlarda yoki o'lim yaqinlashganda ko'z ko'rinib qolgan ahvollarda bu vacib dereceye yetishi mumkin. Başçalda zürül işlerinin birisi. Endi kitapta qala ve manuh tudira sakratki kishi, ya jan talashgan, sakratda bo'lgan kishi, ay qaruba minal maut, o'lim yaqinlashgan kishi deb. Wujjiha ilal qiblati ala shiqqihi al-ayman. O'ng tarafiga yotqizilib, qiblaga yuzlantiriladi. Va sunnah. Bunday qilish sunnat dedi. Ama bu sünnet deyişte belki bazı eserleri tanınan bo'lishi mumkin. Mesela İbrahim'in Nakhai'den yustakbalu bil meyyit al qibla. Yani bu o'lib bo'lgan kishining ishi. Yana an ata nahwahu yustakbalu bil meyyit al qibla deb oyog'ida ala shiqqihi al ayman ma alimtu ahadan tarakahu min meyyitihi deb. Yana al-Bara ibn Ma'rur radiyallahu anhu vafot bo'lgan chaqda أوصى أن يوجه إلى القبلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصابه. Yani o meyit kavriga qo'yilgan chaqda o'lib ketgandan keyin ondan o'ng tarafini besib yotqizdigan ish bu asarlar kelgan. Endi mishadabto va atibaran degan so'zni biz qiyos dedik. Va qiyasan ala halatil wad'i fil qabr li qurbihi minhu. Asli mishadalil qiyos. Qavrda qo'ygan chaqda o'ng tarafini besib yetish asarildi kelgan bo'lg'achqa, bu shu o'limga yaqin bir bosqich bo'lgan ekan, shu chaqda qo'yilgan shaklda qo'ymaymiz deb shu holatga qiyos qilgan. O'lashdan ilgirki ahvolni o'lashdan keyingi ahvolga qiyos qildi. Yana bir tarafdan bunday desak bo'ldimdi. Bu uyqu o'limninki vujudqinish nima? Qur'on karimda Alloh yatawaffal anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alayha deb uyqu bir xilamda o'lim. Lekin uyqu altida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam idava ila firashihi alqinni engikida qo'yib, yostiqda qo'yib,
unda yatibdi, amanda zikrini qilibdi deb bag'o. Uxlagan chog'da o'ng tarafini bosib yetish sunnat bo'lgan ekan, bu bir o'lim holati bo'lgan ekan, halatin nawmga qiyos qilsimi, sal yaqin kelib qoladi. Vaqtar al-mutaakhirun al-istilqa'a. Al-mutaakhirun Hanafi mazhabda İmam Abu Hanife rahmetullahi alayhining shogirdlari, ikkinchi avlod, ya'ni navri shogirdlari va ularning shogirdlaridir. Yoki hamda ko'pincha ahol bu O'rta Osiyo, Balx, Samarqand, Buxoro, Shosh va Turkiston diyorlaridagi shu chog'dagi 3-4-asrlardagi Hanafi mazhab ulamolari. Bular sakratga tushgan kishini o'ngda o'tqizish yaxshi deb manda tanlab. Qalu nima uchun desa, li'annahu aysaru li khurujir ruh. Chunki mushunda o'tqizgan ahvolda asaraq jan chiqadi. Lekin o'ngda o'tqizsa oson jan chiqadi deyish uchun bir sima', bir tavqif dalil bo'lish kerak. Balki hamda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilgan chaqda tavsiya qilgandek o'ng tarafini bosib sangan chiqishi mumkin. Bular ruh min amri robbi bo'lgan ekan, u qanday shaklda yassa oson chiqadi, u bir dalil kelsa, manda yassa oson chiqadi. Endi bilgil, bo'lmasa, o'ngda yassa oson chiqadi deyishmi bir gap. Lekin hamda o'ngda o'tkazgan ahvolda jin chiqib qolsa, uning ko'zini yumib, ininkini tanash, og'zini yutib qo'yash, bunda ishlar oson bo'ladi. Nima tarafdan? Ma o'lmagan, sakrat kishi. Ham o'lmagan bo'lgandan keyin o'ngda o'tkazib qo'ysak, qiynalmayroq jin chiqib deydi. Qala va luqqina ash-shahada. Talqin degan og'zini sapirish. Aqishida desak, mushuni degan tariqada oldida deb qo'ysak, uni takrorlash mumkin. O'sha talqinim. Ash-shahadat kalimasini og'zini sapirmas. Sakrat kishi bo'lgan ekan, shayton insonning dushmani bo'lgan ekan, bilmirsot. Bu namda oxirgi oyatin o'sha imonsizga islomning ustidan chiqarib qilib ketkizsam, do'zax qilsam degan orzu qilgan narsa bo'lgan ekan. Ham hadisda man kana akhir kalamihi la ilaha illalloh dakhala al-jannah degan bir bo'lgan ekan. Oxirgi so'zining la ilaha illalloh bo'lishdan alayda bunun foydasi bor. Ekan biz shahodatni talqin qilamiz. Qala sallallohu alayhi vasallam laqinu mawtakum shahadata an la ilaha illalloh. Bu buyruq bor. Wal muradu man qaruba ila al-maut. Anshada mawtakum degan so'zni diqqat qilsanglar, o'laklaringlarni degan so'z. Nima? Lafzi shunda. Lekin buni ta'vil qilasizlar. O'lib bo'lgandan keyin uni talqin qilinglar degan gap emas bu. O'lashga yaqinlashgan kishini talqin qilinglar degan gap. Buni majoz deymiz. Majoz bi'tibari ma sayakun. Tamam? Masalan, inni arani a'siru khamra. Shu joyda shavat chiqyapti. Tushunami? Aroq chiqqanmi? Keyin bu shavat keyin andim aroq bo'lmoqchi. Nolki bu sakratda bo'lgan kishiga shahodatni talqin qilinglar degan gap. Mesela atul yatama amwalahum desa yetimlarga beringlar degan gap bo'lmaydi. Tahi yetimlikdan endi tahi chiqib balog'atga yetgan yetimlikdan yangidan chiqqan kishiga pulisini beringlar degan bo'ldi. Tamam? Bi'tibar makan. Wal muradu man qaruba ila al-maut. Nolki mishada majoz va yoki mavtakum degandan maqsad o'lay deb qolgan kishi. Balkim ba'zi ulamolar mavtakum degan bu haqiqatan murod o'lib bo'lgandan keyin talqin qilamiz. O'lagni anglaydi-ku. O'lag anglaydi degan qarashim bor. Nolki o'lib bo'lgan kishini talqin qiling degan gap ma'vo deyish mumkin. Buningda ixtilof bor. Ta'ani mush man qaruba ilal maut degan mushunda ta'vil qilishning ba'zi bir dalillari bor, qara'inlari bor. Masalan Ibn Hibban rivoyatida laqinu mawtakum shahadatu la ilaha illalloh fa inna man kana akhir kalamihi deb unda keldi. Yana bir rivoyatda walaqinuhum indal maut deb kelgan. Danke shu o'lay deb qolgan kishi maqsad qilindi desak, u to'g'ri. Ana shu talqinning hukmi nima? Talqinning hukmi Hanafi mazhabda asosan mustahab deb qaraydi. Lekin ba'zi ulamolar talqin vojib degan. Nima uchun laqinu mawtakum al-amr
يفيد الوجوب. قال ولا يؤمر بها لكن تذكر عنده وهو يسمع. ولا يؤمر بها degan shu sakrat tushib qolgan kishiga buyruq shaklda la ilaha illalloh degin deb bunda demaymiz. Talqin qilamiz. Chunki talqinning ma'nosi unda buyruq emas. Shu odamning teshida anglaydigan darajada shuni desak talqin bo'ldi. Lakin tuzkaru indahu va huwa yasma. Ashada anglaydigan holatda deb qo'ysak bo'ldi dedi. Albatta bir qatam talqin qilsak u kishi anglab la ilaha illalloh desa bo'ldi. Qaqdim talqin qilavermaymiz. Ammo u kishini unda bir qiynayotgan holatda taxmin bayram qilmaymiz. Agar kafir bo'lib qolsa, kafirga buyruq qilsak bo'ldi. La ilaha illalloh deb iymon etgan, shahodat keltirgan, tövbe qilgan degan tariqada. Ba'zi mazhablarda shunda buyruq bo'ldi deyish mumkin. Qul la ilaha illalloh degandek tariqa. Jon chiqay deb og'zi gap keldigan holatda bo'lsa mayli. Lekin g'arg'ara holati kelib qolsa, yani ma'lum g'arg'ir degandek rivoyat bor. Bu chaqda endi shunda bir jon talishib og'zimga gap kelmaydigan shu jin chiqish bilan bo'lib ketgan ahvollarda bu chaqda gap qilaysiz, shahodat aytasizmi, aytolmaysiz. Albatta ulamolarningki shu chaqda tavba qilgan, ashunda iymon etgan, ashunda dushman qilgan, bunda ahvolli bo'lsa, foydasi bo'lamdi, bo'lmam deganda mumkin tadqiqotlar bor. Lekin ishadamda oxirgi so'zi la ilaha illalloh bo'lib qolsa, buning alayda foydasi bo'lganligi aniq. Qala fa idza mata shaddu lahyayhi wa ghammadu 'aynayhi. Shu kishining hamda sakrat tushgan kishini talqin qildi, jin chiqib qolsa, o'lib ketib qolsa, ash-shar'iy alomatlar bilan o'ldi deb hukm qilgan ekan. Shaddu lahyayhi. Lahy degan inakan yoki tish va hokazo o'rnashgan ustixon deylar. Inakni ustixon. Ikki inakini tinib qo'ydi. Bir qo'lyog'liqda bir nimada inkini tinib qo'ygan gap. Chunki vafot bo'lgan kishining muskullarini qo'yib, inakni sanglab qo'yish mumkin. Sanglab qolsa shakli ko'rinishsiz o'tadi. Va ghammadu 'aynayhi. Ko'zi ochiq ketgan bo'lsa, ko'zini yumib qo'ydi. Albatta og'zi ochiq bo'lsa, og'zini yumib qo'ygan gap, badallarni ruslab qo'ygan gap. Bo'lmasa unda yig'ilib, tugilib, keyin rusul olmaydigan bo'ldi. Badanni rus tuzlab yotkizib qo'ygan gap. Hakada fa'ala sallallohu alayhi vasallam bi Abi Salamata radhiyallohu anhu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Salama radhiyallohu anhu vafot bo'lgan chaqda dakhala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ala Abi Salamata va qad shaqqa basaruhu. Yani shaqqa basaru degan ko'z bir yoq shundan qadilib ketib qoldi degan. فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر قال ولأن فيه تحسينه yana ashunda qilsak bu kishining chiroyli holatda dunyodan o'zib qo'yishga tayyorlangan bo'lamiz. Ba'zi rivoyatlarda maytonlarni xuddi qo'yilgan qizgitlarni tayyorlagandek tayyorlangan degan rivoyat bor. Ya'ni bu dunyodan eng chiroyli shaklda o'zib tayyorlaymiz demoqchi. Qala ustahabbu ta'jilu dafnih. Unda shar'iy alomatlar orqali vafot bo'ldi deb hukm qilgandan keyin ko'mashga oldirish lozim. Uni saqlamaslik lozim. Qala sallallohu alayhi vasallam ajjilu mawtakum, ya'ni ajjilu dafna mawtakum fa in kana khayran qaddamtumuhu ilayhi va in kana sharran fa bu'dan li ahli an-nar. Meyitlaringlarni sizlar ko'mitinglar. Agar uni saqlab turgan narsa yaxshilik bo'lsa, jannat saqlab turgan bo'lsa, uni tezroq shu jannatga erishgan bo'lasizlar. Yoki yaxshi ishlarning savobiga erishgan bo'lasizlar. Va in kana sharran, bu odam borgan joy yomon bo'lib qolgan bo'lsa, fa bu'dan li ahli nar, do'zax ahli nari yo'qolsin. Bu'dan degan suhqan, bu'dan halak bo'lsin, yo'qolsin deganman. Va qila bu'dan lil qawmi zalimin. Ana mushadisda qarasanglar Abu Davud va Tirmiziy va Imom Ahmad Musnadda Ibn Mas'ud rivoyat qilgan va isnaduhu da'if deb tushunama. Lekin bu shu mazmunning o'zida sayyids bor. Aslida muhaqqiq akilish lozim dedi. Lafzi o'xshamaydi, lekin mush mazmunda sayyids bor deyish lozim. Mesela Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda
أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها وإن يك سوى ذلك فشر تدعونه عن رقابكم. بخاري رواية. ما نسوخش. قال وكره بعضهم النداء في الأسواق. بعض علماء bazarlarda, ko'chalarda o'lim xabarini yetkazib jakalat qilsin. Ya mikrofonda yoki bir idora onda yoki bazalda falan tugab ketdi, namozni asrga chiqdi, peshimga chiqarildi deydigan bunda bir uftirish qilishni, jakalashni makruh deb qaragan. Wal asahhu, endi wal asah degan ekan, albatta yuqori qarashmi sahih. Albatta ularning ba'zi ko'z tutgan yerlari bor. Wal asah annahu la yukrah. Makruh bo'lmaydi degan qarash buni sahihga qaraganda sahihroq. Nima uchun? Lianna fihi i'lam an-nas fayu'adduna haqqahu. Chunki endi o'qitirish qilsa, kishilar xabar tepib, masalan qarzlari bo'lsa qaytarish mumkin, bergan qarzlari bo'lsa haqqim bor deyish mumkin, miras taqsim qilinishdan ilgari. Va fi takfirul musallin alayhi wal mustaghfirin lahu. Namozga qatnashganlarning soni ko'paydi, duo qiladi, istig'for aytadi, bu tarafda yaxshilik. Ana bular mana al-asah deyishda ba'zi hadislarga tayangan. Ba'zi hadislar bo'g'ashqa ma qarashni tanlagan, makruh demay, mayli degan. Masalan, Talha ibn al-Bara radhiyallohu anhu vafot bo'lishdan ilgari Rasululloh aytgan: "Fa idza mata fa'adinuni hatta usalli alayhi." Bular qasam xabar qilinglar deb. Ya'ni xabar qilish nimasi? Ba'is demakchi. Yani Abdullah ibn Ubay ibn Salul vafot bo'lgan vaqtida o'g'li Abdullahga xabar qilgan dedimi? Qala faslun va yajibu ghasluhu wujuba kifayatin. Meyitni yuvib tarash vacib kifai. لقوله صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم ست وعد منها أن يغسله بعد موته. Müslüman üstüdeki hakkı mecburiyeti ada qilishga, musulmonga qarta, musulmon qirindisi qarta ada qilish mecburiyeti 6 mecburiyeti var. Ba'zi hadisda 5, ba'zida 6 deb kelgan. Shuning ichida إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه. Endi ma kitobda kelgan shu 6 ichida ayyughassilahu ba'da mavti degan bu ibora hadisda yo'q. Hadisda yo'q, lekin yerlikni qo'yib jinozga agishish degan mazmundan chiqdan. Shu yerlikni qo'yib oxirida jinozga agishishdan burun mushun qilmasa, qilmadan kul mayvati lal vajib fa vajib desak, shu mazmun ichida bor. Lekin hadis lafzida yo'q. Ammo endi bu yuyishninki vojiblikka boshqa hadislarda isbotlangan. Yani bu hadisda yuyish lafzi kelmagani bilan boshqa hadislarda yuyishning vojibligi isbotlangan. Masalan, Arfat maydonida tugisdan yiqilib tushib, bo'yni sunkizib o'lib ketgan bir ihromliq bir kishi, allazi waqasathu dabbatuhu wa huwa muhrim. Shu kishi haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam igsiluhu bima'in va sidrin deb buyurgan. Muttafaqun alayh. Igsiluhu degan bir buyruq bor, vojibni bildirdi deymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qizi Zaynab radhiyallohu anha vafot bo'lgandan keyin deyli, ummatiya qatorliq ashabi ayollarga igsilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an aw akthara min zalik degan. Yani jumlar deb bir buyruq bor. Undan keyin bu vojibni bildirdi. Hatta law taraku ghaslahu, vojib kifoya desak, yani bu yurtaramaylam yerga qo'yib qolsa asimu jami'an. Wa idha qama bihi al-ba'd saqata 'an al-baqin. Wa law ta'ayyana wahidun li ghaslihi la yahillu lahu akhdhu al-ujrata alayh. Agar shu bir kishiga shu mayitni yuyish muayyanlik qilib bosh yuydigan odam yo'q qilib qolsa, masalan bir safarda ikkilangan safar qilibdi, bir yildan tugab ketdi. Shu odamni yuyib taraf yerga qo'yishga shuni majburiyati. Undan keyin buningga farz ayn bo'ldi. Farz ayn bo'lib, buningga haqqi bo'lmaydi. Lekin vojib kifoya chaqda amtaqni jusun bo'ldi, samtaqni jusun bo'ldi, bo'lgandan keyin yuyish ishini qilgan odam aqlab yuyib qo'yish bo'ldi. Lekin farz ayn bo'lgan chaqda uning haqqi bo'lmaydi. Nima uchunsa bu diniy majburiyat, qarindisi qarta bir majburiyati buning.
Wal aslu fihi. Endi bu nereden kelgan? Yüz sünneti nereden kelgan desa, tagsilul malaikati alayhissalam li Adam alayhissalam. Farishtalar Adam alayhissalam vafot bo'lgan chaqda Adam alayhissalamni yuttargan. Va qalu li waladihi, farzandlarga, hadihi sunnatu mautakum. Musho sizlardan o'lib ketganlarning, meyitlaringlarningki qoidasi, sunnati deb ko'rsatgan. Bu ajroq rivoyatdir. Qala va yujarradu lil ghusl. Yani meyitni yuvish uchun kiyimlarini soldiramiz. Kiyimlari soldiriladi. Liyatamakkana min tanzifi. Soldirilsa farqi yo'qmaydi. Yuvish uchun soldirish lozim. Va usul ma ila jami' badani. Su butun badaniga yetib berish uchun kiyimini solmasa bo'lmaydi. Va atibaran bi ghuslihi hala hayati. Ya'ni qiyos qilsak, bu hayot vaqtida yuvgan chaqda kiyimini solib yuvgan bo'lgan ekan, vafot bo'lgan chaqda kiyimini solib yuvindi. Wa ma ruya annahu sallallohu alayhi vasallam ghussila fi thiyabihi fadalika khussa bihi ta'ziman lahu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning vafot bo'lgan chaqda kiyim soldirilmaylar, yuyilganligi bu min khasaisin nabiy sallallohu alayhi vasallam. Ba'zi rivoyatlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafatolab yuydigan chaqda kiyimini soldirildi deb nima qilsa, kiyimini soldirmanglar degandek bir ovoz chiqib, bu kiyimini soldiranmaganmi yoki shuna ovoz bilan soldirmaganmi, shu kiyimlarlam yuyinglar degandek bir ovoz kelib, shunda kiyimlarlam yuygan. Ayni rivoyatlar bor. Yani şu rivoyatga asosan Rasulullohning kiyimini soldirilmagan, Rasulullohga xizo qilgan bo'lgan degan biz ulgimiz bo'lgan ekan, soldirilmasi lozim deyilib qolsa, bu Rasulullohga xos bir ahvol. Ta'ziman lahu, haq hurmatini qilganlik jihatdan, izzatliganlik jihatdan shundan qilgan. Qala va yudaw ala saririn mujammarin vitra. Mujammar degan isiriqlangan, xushbiroqni kuydirib, istirimiz-ku, yoki sham. Isiriqlangan, isiriq bilan xushbiroqlangan bir karvat yoki bir shira desak bo'ladi. Bunda shira bo'lsa, yoki egizroq bir taxta shira bir narsa qo'yib turib, ondan yuymiz deydi. Taq sanulan isiriqlangan deydi. Yani nima uchun shunda shira yoki karvat desa, amma sariru liyansabbal ma'u anhu. Yani egizroq nima qo'ymasak, yoki qo'yiblam yursak, oqqan suvlimi tigib, o jasad milinib, mehnat bo'lib ketadi. Yani egiz shira bo'lsa, yulib bo'lgandan keyin suv chiqib ketadi. Va amma tajmiru, nima uchun isiriq solmasa, falidaf'ar raihatil kariha. Siz quroq masalan, bunda bir narsa bo'lib qolsa, buni yo'qotish uchun. Va amma al-vitr, nima uchun taq deganda, faliqawlihi sallallohu alayhi va sallam, "Idza ajmartumul mayyita fa ajmiruhu vitra." Mayitga isiriq solganinglarda taq isiriq solinglar degan shunda bir hadis bo'lg'achqa. Lekin ba'zi rivoyatlarda jammiru kafanal mayyiti thalathan deb kelgan. Yana fajmiruhu thalathan deb kelgan. 3 qatim deb kelgan. Ya'ni taq debdi. Chunki innalloha vitrun yuhibbul vitra. Qala wa tustaru awratuhu. Awrati yo'g'lan kiyim soldirayotgandan keyin kiyim soldirib yalang'ochlarni yuyimiz degan gap emas. Kiyim soldirildi, lekin awratiga bir lata yoki bir rahni ep qo'ymas, avritini o'gab turamiz. Li'annahu la yajuzu an-nazaru ilayha kal-hayy. Chunki meyitning avratiga xuddi hayot kishiligidek avratiga qarashga bo'lmaydi. Yani mushu mana ay meyitni o'lgandan keyin izzatlashga iborat. Yani o'lgandan keyin avratiga qarash harom degan hukm bor edi. Va qila yuktafa bi satr al-awrat al-ghalida. Unda zahir rivoyatda avrati dedi. Avrati degan min tahti surra ila rukba dedik. Ama yani ma ikinci aciz qarashda yo'q avral ghalida. Aldagi ikki avratlam shuni gap qo'shaq bo'ldi. Lekin yo'tsa masalan, bu yerni qo'shib qo'ysak bo'lmaydi deganda qarash bor ekan. Va tughsalu awratuhu min tahti sutrati ba'dan yaluffa ala yadihi khirqatan li alla yalmisaha. Endi avratining ustiga bir rahni yeb qo'ydik. Yeb qo'ygandan keyin o'sha rahning ostidan qo'limizga bir para kiyib yoki bir latni o'rgab turib, rahning ostidan avratni yuymiz. Chunki avratni tutishmi, avrat qarashga o'xshash harom qilingan ish. Qarisi harom bo'lgan bo'lsa, tutish albatta harom bo'ladi.
Çünkü tutuş ağırrak. Qala ve yuvadda'u lis-salah. Namazga tartaganda tarat aldırılıdı. Li'annahu sunnatul gusl. Çünkü junishdan ilgari tarat elish bir sunnat işte. Ve qala sallallahu aleyhi ve sellem lillati ghasalna ibnatahu ibda'na bimayaminiha. Kızı Zeynep radhiyallohu anha'ni jugan Ummatiya qatarliq sahaba ayollarga o'ng tarafidan boshlanlar, yani o'ng tarafidan boshlanlar deganda tartildi degan gap yo'q buningda. Lekin ashadisdan oyog'ida to'liq aytilish kerakdir buni. Ibda'na bimayaminiha va mawadi'il wudu'i minha degan. Tartildigan a'zolardan o'ng tarafidan boshlanlar degan bunda rivoyat. Hadis shunda. Nonikan başta tarat aldırınlar degan gap chiqdi. Qala illa al-madmadata wal-istinshaq. Fasbir va ma sabruka illa billah. Şu kitapda bir o'qitib kelinglar deganimiz musab. Nima kitobni yozgan kishi muallim ekan. Biz Allohning do'q mulla taqqaq. Mulla taqqaq degan mesela kitobni yozgan, mag'atni yozgandan keyin cho'qim buni o'qigan kishining kallasiga bunda bir savol keladi deb, ha to'xta. Unda o'zgan savolning javobini izlatay deb bunda yozgan kishini allama deydi. Qala illa al-madmadata wal-istinshaqa. Madmada wal-istinshaqdan boshqa taratilish ishlarini hamma qiladi. Ba'zi ulamlar masx qilmasin bo'ldi degan. Li ta'azzuri ikhraj al-ma. Chunki og'izga, burniga suv olsa u mayit chiqarilmaydi. Va li adami tasawwurihi min al-mayyit. Mayitning da madmada wal-istinshaq tasavvur qilib bo'lmaydi. Qala va yughla al-ma'u bis-sidri aw bil-hurudi in wujida. Ay mayitni juydigan suvni sidr bilan, hurd bilan qayintimiz deydi. Agar mumkin bo'lib qolsa, shundan asl topilib qolsa, qayintimiz deydi. Yani sidr degan bu bir daraxt. Bu xuddi chilan bilan jigdining oralig'ida bir mevasi bor daraxt. Mevasi Madinada bor. Chilanmi desa, sal ko'kchirak yeshilroq. Jigdimiki desa, chilandek ta'mi bor, shunda bir mevasi bor. Shajar nabaqmi deydi yoki al-annab. Yo'q, baş sidr daraxtining g'azini. Sidr daraxtining g'azini qayintidi. Aw bil hurud. An hurud degan mesela ushnan dedik, mesela ağaçta shahar dedik-ku. Babil miyahta. Yoki kul bo'lishi mumkin, kul. Ha? Bu namdab mesela qachursak kullan jursak undan chiqadi-ku, qozon jug'on chog'da. O'sha bu burunqi, bu narsalar, shu o'simliklar burunqi davrlarda supunning o'rnini olgan narsa. Ayda qaynatsa bir xil mag'zabdak narsa chiqadi, unda jusnati pokiz yuldigan, tozalash alohida narsa. Albatta hozir bundan sopunlu bilan yuyishimiz mumkin. Li'annahu ablaghu fin-nazafa. Chunki bu tozalashni hayot bundan tozalaydi. Va al-maqsudan, ya'ni maqsad qilgani yaxshi tozalash. Va li'anna al-ma'a al-harra ablaghu fi izalati ad-daran. Yani nima uchun qaynatilsa? Chunki qiziq suv kirni tozalashda bundan tozalaydi. Ad-daran yani kir. Qala va yughsalu ra'suhu va lihyatuhu bil khitmi. Chasaqallarni xitmi bilan yuydi. Ham xitmi degan bu bir xil o'simlik. O'simlikning bu g'azanlarini quritgandan keyin so'qab, o'zi bir sopun parishkidek narsa. Shu o'z vaqtidagi sopunim. Endi hozir bu bunday emas, o'z vaqtidagi shampo. Yani shu chaqda shamponi o'rnida ishlatilgan narsa. Hozir shampo deymiz. Saç sopuni. Hozir hamda maydigan shampo bilan yuvib bo'ldi. Tanzifan lahuma min g'ayri tasrihin. Taramasdan deydi. İz la hajat ilay. Çünkü tarashga ehtiyoj yo'q. Va la yu'khadu shay'un min sha'rihi va dhufri. Saç tırnaqlarini qisqartirgan, kesilgan ish yo'q. Va la yuhtanu. Xatni qilmaydi. Xatni qilmay qolgan odamlar qolsa, xatni tilab qilish yo'q deydi. Li'annaha liz-zina. Bu narsa zinnat uchun deydi. Yani xatni qo'y zinnat uchun emas. Bu namoz o'qish, masalan, tazillar nima uchun bo'lishi mumkin. Lekin va boshqa narsalar zinnat uchun deydi. Ammo bu balkamda erlarga nisbatan deyilgan bo'lishi mumkin. Lekin ayollarning voqealigida o'sha
Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qizi Zaynab radhiyallohu anha vafot bo'lgan chaqda Ummu Atiya qatorliq sahaba ayollar jug'an chaqda qalat famashatnaha talatata qurun. Qurun degan o'rim, ya'ni uyandimdo o'rim. 3 o'rim o'ridiq chechini demak. Ya'ni shu tarafga o'ridiqmi? Shuni Shafiy mazhabda taraf chechini yasab, qandoq qo'ymiz deydi. Yani şu to'y olgan qiz yigitni tayyorlagandek tayyorlaymiz. Ma'naviy mazhabda bu yasinish bilan munosabat uzildan oxiratga safar qilgan gap. Yashashninki foydasi yo'q. Va huwa mustaghnin anha. Yasinishga ehtiyoj yo'q. Qalat Aisha radhiyallohu anha fi zalika alamat tanussuna mayyitakum ay tastaqissun. Sizlar maytinglarning chashaqini nima uchun qisqartisizlar? Nima foydasini degan ma'noda inkor qilgan. Shundan ekan, chashaqallarni qisqartmaymiz, yasamaymiz. Sha'rul ibt val ana degandek masalan. Bunda ya'nimi tazlamaymiz, shunda opeta yo'l solamiz. Qala wa yudja'u ala shiqqihi al-aysar wa yughsalu hatta yu'lama wusulul ma'i tahtahu. Sol tarafiga yotqizib turib, o'ng tarafidan boshlab yuymiz. O'ng tarafini yuvsak, sol tarafiga suv tegdi deb o'ylagan qadar undan yuymiz deydi. Thumma yudja'u ala shiqqil ayman. Andın o'ng tarafiga yotqizib qo'yib turib, sol tarafini yuymiz. Li'anna al-bidayata bil mayamini as-sunnah. Chunki o'ng tarafdan boshlash sunnat. Hadisda Rasululloh qizini yug'a ayollarga iddana bi mayamini dedi. Albatta shu yuyishda va boshqa ko'p ishlarda o'ng tarafdan boshlash sunnat. Inna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kana yuhibbu at-tayammuna fi tarajjulihi va tana'ulihi fi tuhurihi va fi sha'ni kulli degandek rivoyatlar bor. Lekin hamma ishda emas. Ba'zi istisno qilingan o'rinlar bor. Masalan, masjiddan chiqqan chaqda sol tunamizga hajatxona kirgan chaqda yoki masalan bir qadamga bir narsa kelgan chaqda o'ngdan boshlaymiz. O'ngda shu cho'ng odam bo'lgan bo'lsa o'ngdan boshlaymiz. Lekin o'tirib qolsa o'tirdan boshlaymiz. Başka asas köp işlerde ondan başlandı. Şu sünnet. Qala thumma yujlisuhu ve yamsahu batnahu. Ondan meydan işte o'ng sol tarafini yupib olgan ekan, bunda oxirini yo'lab o'tqazib turib, qo'rsqini bir bunda siyratimiz, besib turib siyratimiz. Balganda ashqazonda şeyler bir narsa olsa, shikasini hozir shikasini keyin ko'tarib ilib mang'atgan chog'da shikassa kapanni bulg'itdi deyishim. لعله بقي في بطنه شيء فيخرج فتتلوث به الأكفان. وروي أن عليا رضي الله عنه لما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسنده إلى صدره ومسح بطنه فلم يخرج منه شيء فقال طبت حيا وميتا يا رسول الله. شuna qo'shni siyirgan chaqda bir narsa chiqmagan ekan, bunda degan deydi. Ya'ni oyat chaqlardimi shunda pok xushbiroq edilar. Vafot topgan chaqdimi shunda pok xushbiroq bo'liblar degan ma'noda. Lekin bu mushu so'zlar Abu Bakr radhiyallohu anhuning rivoyati kelgan. Hazrat Abu Bakr Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot bo'lgan chaqda sirt etdi. Kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kirdi. Shunami? Kirgandan keyin qarasa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning chiroyi shunda nurona, xushbiroq, turib bunda turgan holatda bo'lgan ekan, shu chaqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning peshonasidan suyab, "Tabtahiyyan va mayyitan ya Rasululloh" degan. Ana Hazrat Ali va Fadl ibn Abbas yana Rasulullohning bir azizgasi Abu Salih şeydan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni jug'an. Lekin Hazrat Alidan sahih sanad bilan kelgina غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت انظر ما يكون من الميت فلم ارى شيئا. Meyitning odatda chiqadigan ba'zi narsalar chiqqanmidi deb qarasam hech qanday bir narsa chiqmagan. Va kana tayyiban sallallohu alayhi vasallam hayyan va mayyita debdi. Qala fa in kharaja minhu shay'un ghasalahu. Qo'shqin sirgandan keyin bir narsa chiqib qolsa, uni tozaltdi. Yub bo'lgandek gap ma'lum. O'ng tarafini, sol tarafini yub bo'ldi-ku. Unda o'tqazib turib qo'shqin sirgandan keyin bir narsa chiqsa, uni tozaltdi deydi. Wala yu'idu ghaslahu. Uni qayta yana o'ng sol tarafini yuvmaydi.
لأن الغسل عرف بالنص وقد حصل. Çünkü yuvish degan mushu buyruq hadislar isbotlangan. Igsiluhu, igsilnaha. Endi yuvish chiqmi chiqdi. Qala thumma yunashshifuhu bi khirqatin. Andan bir lungi bilan yoki bilan yuvgandan keyin namlikni qurtitimiz deydi. Aytitimiz. Li alla tabtalla akfanuhu. Unda yo'l holatda kepallab qilsak, kepallarmi nam bo'lib ketadi, yo'l bo'lib ketadi. Fayasira muflatan. Shakli ko'rimsiz bo'lib qoldi. Muflat degan asli bunni yoki quliqini kesib o'tishda iborat, kalpukini emas. Unda kesib o'tsa mufla bo'ldi. Ya'ni tirik kishining yo mayitninki a'zolarini kesib o'tsa bu mufla bo'ldi. Va Rasul sallallohu alayhi vasallam naha anil mufla. Umiyada shakli ashunda ko'rimsiz bir holat kelib qoladi. Biz eng chiroyli shaklda dunyoda uzishga tirishimiz lozim. Qala va yuj'alul hanutu ala ra'sihi va lihyatihi. Hanut degan bu bir nechta turli xushpuroqlarning aralashmasi. O'z vaqtlarda ishlatib kelgan bir xil atirandi. Miski ambar masalan, zapa va shunda xushpuroqlarni aralashtirib yasaladigan bir xushpuroq. Ay hanutni chas saqallarga surkaydi deydi. Li'annahu tibul mauta. Chunki bu o'liklarga ishlatilgan xushpuroqdan iborat. Hanut. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu tugisidan yiqilib tushib, bo'ynisini ketib o'lib ketgan ihromlik kishi haqida "Igsiluhu bima'in va sidrin va kaffinuhu fi thawbayn va la tuhannituhu va la tukhammiru ra'sahu" degan Buxoriy rivoyati. Ya'ni bu ihromlik holati bo'lg'achqa tahnit qilmanglar, beshini o'gab qo'ymanglar, kaffinu fi thawbayn dedi. Chunki ihromlik holatda xushpuroq ishlatishga bo'lmaydi. Beshini o'gab bo'lmaydi. Chikpacha shu izar ridodan boshqa bir narsa kiyilish bo'lmaydi. Shunda bo'lg'achqa la tuhannitun. Bundan ihrom holati bo'lmagan bo'lsa, hanut ishiltish bor degan gap chiqadi. Wal kafuru ala masajidi. U Uyg'urcha kafir deydi. Shu mayitni juydigan, yak 80 xaltalik kishilar biladi. Bu bir o'simlik. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kafirni sajda qildigan a'zolarga surkaydi dedi. Bu kafirning alohidligini ba'zilar qurutlarni yaqin kelib tutmaydigan xususiyati bor deb. Anken mayit mesela qurut yeb ketadigan daşlardan qo'g'daydigan rol aytdi. Ana masajid mesela sajda qilgan a'zolar hadisda umirtu an asjuda ala sab'ati arab yoki sab'ati a'zum degan rivoyat bor. 7 a'zoga sajda qilishga buyurildi degan shu a'zoni demakchi. Lianna at-tatyiba sunnatun. Chunki xushpuroq ishlatish bu sunnat. Va takhsisu mawadi' as-sujud tashrifan laha. Secde qildigan a'zolar shunda bir alohida a'zoli bo'lg'achqa shu a'zolni alohida izzatlaganlik jihatdan kofirni shuni ishlatmaydi. Agar secde qildigan a'zolarni yuziga masalan surkab bir xil izzatlaydigan gap. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.